Past samotsenka yo'ligini bilarmidingiz? O'zini boricha qabul qilgan inson samotsenka mavzusiga qiziqmaydi, ya'ni o'zini plyus va minuslari bilan qabul qila oladi. Agarda sizda hozirgi kunda o'zingizdan norozilik, o'zingizni qabul qila olmaslik holatlari bor bo'lsa, bilingki, bu sizni otangiz yoki onangizning sizga bo'lgan tanqidining oqibatidir. Chunki biz bolaligimizda o'zimizni ota-onani ko'zi orqali ko'ramiz va ular bizga qanday munosabatda bo'lgan bo'lsa, kelajakda biz ham o'zimizni shunday ko'ramiz va o'zimizga shunaqa munosabatda bo'lamiz. Bularni hammasi sizni bolaligingizda bo'lib o'tgan tajribalaringiz. Insonni aslida bahosi yo'q. Har bir inson individual. Bu dunyoda yashayotganning o'zi bir chiroyli mo'jiza hisoblanadi. Shunday ekan, bu mavzuni yanada chuqurroq analiz qilib, anglashga harakat qilib ko'ring. Agarda bolalik bilan bog'liq travmalar bo'lsa, unda alohida konsultatsiyada ishlash kerak bo'ladi. Alohida konsultatsiya uchun kommentariyaga plyuslarni qoldirsangiz, biz siz bilan albatta bog'lanamiz.